Bir soat o'tdi. Masjidda hech kim qolmaydi. Lekin oshxonalar, kafelar, klublar bo'ladigan joylar odamlar bilan liq bo'ladi. To'g'rimi? Odamlarga nima bo'lgan o'zi, birodalar? Namozni o'qiydi-yu, shoshganicha nima qiladi? Tasbihga ham o'tirmasdan chiqib ketib qoladi. Bozorda o'tiraveradi 1 soat, 3 soat, 5 soat, desa bir alam chiqay. Qayerga ketyapti? Bozorga. Yo Alloh. Shayton ularga mana shu masjidlarni yomon qilib ko'rsatib, bozorlarni chiroyli qilib qo'yganligi uchun bozorda o'tiraveradi, masjidda o'tira olmaydi. Namoz vaqti bo'lganda shart do'konni yopib chiqib ketadigan o'g'il bolalar ko'payib qopti, alhamdulillah. Ozon aytilaveradi, eshitmay turaveradi. Bozorning holati o'zgarmaydi. Shu katta-katta savdo markazlariga, targoviy sentrlarga kirsang, bu imoratning ichida masjid qayerda desangiz, o'sha yerda savdo qiladigan savdogar ehtimol bilmaydi.